olovli ot bilan bog'liqlik narsalar bor. Misol uchun, agar tarixga qaytsak, 1906-yilda San-Fransiskoda juda kuchli zilzila bo'lgan. Shaharlarni ancha-munchasini vayron qilgan. Rossiyada revolyutsiyalar, odamlar qarshilik va remont ishlari boshlangan. Shaharni boshqatdan to'g'irlash, boshqa rayonlarni to'g'irlash, nomini o'zgartirish holatlari bo'lgan. Bu 1906-yilda Ognenniy loshad, ya'ni ot yiliga to'g'ri kelgan. Undan tashqari ot yili yana bir marta kelgan. Bu 1966-yilda kelgan. 1966-yilda Xitoy davlatida kulturniy revolyutsiya bo'lgan. Bu ham ular Xitoy davlatiga kerakli bir qanchadir bir zararli, kerak bo'lmagan muammoni yuzaga keltirgan. 1966-yilda juda kuchli qo'zg'olon urushlar Vyetnam davlatida ham o'z ta'sirini ko'rsatgan. Undan tashqari, hatto Toshkentda zilzila bo'lgan 1966-yilda. Buni ham eslatib qo'yishimiz kerak. Aynan bu olovli ot yiliga to'g'ri keladi. Endi bu joyini ham eslatdik. Bundan tashqari, chet elda, masalan, janubiy yoki shimoliy farqi yo'q, chet davlatlarning ko'pida, ya'ni ingliz tili, Bangladesh yoki Hind aralash tilli davlatlarda, endi ularning nomi har xil, har birining nomini aytmoqchi emasmiz. Ularda zilzila bo'lishi kuzatiladi. Keyin avariyli holatlar, katta stansiyalarning o'zgarishi, ya'ni bu nimaga? Birinchi xaos bo'lishi, yo zilzila bo'lishi, ko'priklar, ya'ni bitta ikkita ko'priklar, shaharlarning o'rtasini bog'lab turgan ko'priklarda yoriqlar yoki ko'priklarning bir muncha vaqt yopilishiga sabab bo'ladi. Yo'llar bir muncha vaqt yopilishiga sabab bo'ladi. Undan tashqari 2026-yildagi voqealar 2027-2028 ga ta'sir qiladi, yangi qonunlar chiqaradi. Bu qonunlar immigrantlarga juda zarar keltiradi. Chunki immigrantlarga yildan-yil og'ir bo'ladi. Bu haqda biz gapirganmiz. Hozircha ishlab olinglar. Hozircha soqqa qilinglar. Hozircha ishlab olinglar. Paka qonun chiqquncha baribir bu yo 5 yil, 10 yil mana shunaqa vaqt ketadi. O'lmasak ko'raveramiz deydi-ku. Undan tashqari, oilada kimdir misol bu yilgacha homilador bo'la olmaganlar, yaxshi tomonlari ham bor. Bu yilgacha homilador bo'la olmaganlar homilador bo'lishadi. Uy ola olmaganlar uy oladi. Qarang, buni yaxshi tomonligini. Hech kim qila olmagan ishni aynan ot yili Ognenniy loshad o'zgartirib beradi. Chunki bu liderstvo, kuchlilar qoladi. Ya'ni kuchli odamning gapi, kuchli, qat'iyatli, aql, razumli odamlarni yili. O'zi, ya'ni bu talvasaga tushmaydi, voqealarni eshitib o'zini yo'qotib qo'ymaydi va u nimagadir erishadi. Misol uchun, juda ko'pchilikda juftlik bo'ladi ot yilida. Chaqaloqlar tug'ilishi juda ko'p bo'ladi. Chaqaloqlar energiyachni bo'ladi. Boshqa bir yillarga o'xshab, ya'ni biza boshqa bir yildagi chaqaloqlarga o'xshab juda ko'p nimjon yoki kasalvand bo'lmaydi-da. Ot yilida tug'ilgan, Ognenniy loshad yilida tug'ilganlar bo'limini boshqacha energiyaga, juda boshqacha bo'lishadi ular. Juda boshqacha umuman. Bir-biriga o'xshamagan chaqaloqlar tug'ilmoqda. Ko'ryapsizlarmi? Har bir yilning o'ziga yarasha energiyasiga mos chaqaloqlar tug'ilmoqda. Xo'sh, yana ot yili bilan nimalar bog'liqligi haqida gapirsak. Zodiaklar bo'yicha agar qo'shib ketsak, zodiaklarda qo'y burch sohiblariga kelsak, qo'y burch sohiblarida hammasi yaxshi bo'ladi. Oldingi qiliqlarini o'zgartiradi. Oldingi qiliqlari degani odamlardan qochish, kechira olmaslik, nafratlanish, o'zini samimiy umniy deb bilishi va o'zini qopig'iga o'ralash. Lekin qo'y yilini Ognenniy loshadda, ya'ni qo'y yili juda zo'r, aqlli, lekin o'z qopig'iga o'ralib qoldi. Shu oxirgi 3-4 yildan beri, koronavirus yilidan beri. U qanaqadir o'zini qopig'i, o'zini oilasi, o'zini xayollari, fantaziyalari, o'zini qarzi, o'zini krediti, o'zini maydonchasiga, kichkinagina maydonchaga o'ralashib qoldi. Odamlardan uzoqroq bo'ldi. Odamlar zo'rg'a topib ko'rishdi. Bir yilda bir marta, 2 marta ularni bir ko'rinish bilan berdi qo'y burchidagi rahmat, qo'y burch sohiblari. Lekin Ognenniy loshad yili ularni tarqatadi. Ularning energiyasini hamma joyda sezasizlar. Ular juda ham zo'r, ajoyib bo'ladi. Ajoyib
pul topishi, joyini o'zgartiradi, ishxonasini o'zgartiradi, uyini ham o'zgartirishi mumkin.